Video avvalo sizlarga Joker Gaming kanalini tavsiya qilib o'taman. U yerda Minecraft va PUBG haqidagi videolardan tomosha qilishingiz mumkin. Kelinglar unga 1000 ta obunachi chiqishga yordam beramiz. Ссылка описанияda. Senga jamoani boshqarish va razvedka qilish belgilangan edi. Ammo sen nimalar qilding? Sen deb fuqarolar o'lib ketishdi. Hamma o'lib ketishi mumkin edi. Buning jabrini sen yoki jamoang emas, aynan komandiring tortadi. Shuni bilasanmi? Men uni ogohlantirgandim. Faqatgina buyruqlarga bo'ysunishni, ammo nimagadir aloqani ham uzib qo'ydi va aloqaga chiqmadi. Aloqaga chiqmoqchi edim, ammo aloqa yo'q edi. Undan tashqari nima qilishni bilmay qoldik. U yerda asirlar bor edi. Nima qilishimiz kerak edi, ha? Torpeshona, senga aytilgandi razvedka qilish va undan boshqa hech nima. Qahramonlik ko'rsat deyilmagan edi. Men ham qahramonlik qilmoqchi emas edim. Bir jumla bajardim. Qilishim kerak bo'lgan ishni qildim. Bunaqasi faqatgina filmlarda bo'ladi. Hayotda esa birinchi darajada inson hayoti. Sen xavf ostiga o'zingni jamoadoshlaringni qo'yding. Undan tashqari ikkita fuqaroni o'limiga sababchi bo'lding. Mayli, istasangiz meni haydab yuboringlar, lekin qilgan ishim to'g'ri deb bilaman. Men hech bo'lmasa harakat qilib ko'rdim. Seni ana shu harakatlaringdan deb ikki kishi o'lib ketdi. Agar biroz kutganingda professionallar borib hammasini qilishardi. Ammo yo'q, qahramonlik ko'rsatishing kerak. Eng boshdan bilgandim sen bir baloni boshlashingni. Bo'ldi, menimcha shu ham yetadi. Buning uchun komandiringni haydab yuborishadi. Sen esa xizmatni davom ettirishing mumkin. Buning hammasi komandiringni aybi. Xavotir olma. Tushunarli. Jenrsin yigitlar. Xo'sh, nima bo'ldi? Nima deyishdi? Yomon urishdi, lekin to'g'ri. Menimcha komandirimizni ishdan chetlatishmoqchi. Nima uchun axir biz hech nima qilgani yo'q-ku. Bizning aybimiz hammasi. To'g'ri, vaqtinchalikdir. Bilmadim do'stlar nima qilishimizni, lekin hamma ayb mendan ko'rishingiz mumkin. Meni aybim. Xullas, nima deyishni bilmayman, o'zimni qanday oqlashni. Do'stlar, shunchaki biz ularni qutqara olamiz deb o'ylagandim, ammo hech qanaqangi rejasiz hammasini shunchaki tavakkal qilib ketdik va yo'q, biz emas, sen qilding. To'g'ri, hamma reja seniki edi. Ha, sizlar haqsizlar. Komandirimiz bekorga aziyat chekyapti. Meni dastimdan hammamiz bilmadim nima qilishni. Agar qo'lingizdan kelsa meni kechiringlar. Boshqa gapim yo'q. Ha, o'ylab ham ko'rmagan ekanman Vince hammasini barbod qilishini. Lekin ular ham o'zlaricha to'g'ri ishni qilmoqchi bo'lishdi. Ular bilan birga borishim kerak edi. Bir tarafdan bu mening ham aybim. Buyruqlarga bo'ysunishni yaxshi tushuntirmadim. Ularni sal-pal bo'sh qo'yib yubordim va mana oqibatda ikki kishi qurbon bo'ldi. Meni chetlashtirishyapti. Nima ham qilardim? O'zimning aybim uchun javob berish vaqti bo'ldi. Xayr, qadrdon ba'zam. Balki nasib etsa qachonlarda qaytib kelarman, ammo bu aniq emas. Agar iloji bo'lganda edi hammasini orqaga qaytargan bo'lardim. Bo'ldi, men tayyorman. Ketishimiz mumkin. Ablahndasini uxlab ham bo'lmaydi. Balki bo'g'ib tashlar mana. Yo'q, hoy. Nima, ko'zini ochib uxlab yotibdi. Hoy. Yo'q, bu yerda boshqa qolish niyatim yo'q. Uxlashga bermagani yetmagandek yana o'zini g'alati tushuncha. Darb. Yarim kechasi bunga nima kerak endi? Hozir ochaman. Leo uxlayotibdi shekilli, mayli. Nursin. Ha, uxlab yotibdi. Nima bo'ldi, Vince? Nihoyat ochding. Tasavvur qilmaysan nima bo'layotganini. Nima bo'lyapti? Oldimdagi jitel bor-ku, Mark. Nima qilibdi unga? Xullas, u menga uxlashga bermayapti. Uxlashga bermayapti deganing nimasi? Xurrak yotadi, xonani havosini buzadi. Tushunaman. Nima demoqchisan bu bilan? Hech nima, shunchaki istasang shu yerda qolishing mumkin. Leo bilan birgalikda. Menga bu yoqmayapti. Kravat albatta bir kishi uchun menimcha sig'asizlar ikkovingiz ham ozgina yigitlar bo'lsangiz. Xo'sh, kovboy nima deysan? Ajoyib, zo'r kulgili bo'ldi. 5 baho senga. Endi esa bu yerdan keta qolay. Sizlardan jo'yali maslahat chiqmas ekan. Nima istaganding? Agar iloji bo'lsa yordam berardik. Xohlasang stulda uxlashing mumkin. Leo bilan xohlamasang albatta. Yo'q, yaxshisi o'zimni xonamga qaytaman. Bu hammasi qoraligim uchunmi? Yo'q, Leo, yana boshlading. Bo'pti, stulda uxlashing mumkin. Mayli, shunisiga ham rahmat. Xo'sh, telefonim shu yerda bo'lishi kerak. Ha, yaxshi. Endi boyaga jeysilga topshirib kelsam, quvvatlab bersa bo'lgani. Ha, o'ylamanki quvvatlab beradi. Undan tashqari, bilasan, undan qog'oz qalam olmoqchiman, chunki uydagilarga xat yozishim kerak. Bu yerda ancha beri yuribman va 10 yilga qolib ketishimni aytsam, menimcha reaksiyalari juda ham zo'r bo'lsa kerak. Menimcha juda ham yomon bo'ladi. Ha, lekin nima ham qilardim? Hammasi o'zimning aybim.
Mayli Leo, hozir nonushtaga tushib chiqamiz. Xo'sh. Leo menimcha nonushta qolsa kerak. Leo, Bo'ldi, chiqdim. mayli sen nonushtaga borishing mumkin. Nimaga endi? Ikkalamiz ham boramiz. To'g'ri aytasan. Nonushtadan keyin birdaniga kirib chiqa qolaman. Yaxshi. Xo'sh. Yana har doimgidek pyure, non va salat. Albatta. Xo'sh, yigitlar shu yerda. Assalomu alaykum janob oshpaz. O'rtoq oshpaz. O'rtoq oshpaz. Katta rahmat sizga nonushta uchun. Bo'ldi. Kel bu safar boshqa joyga o'tiramiz. Masalan, mana bu yerga. Mayli, nima desang shu Leo. Menga bir narsa qiziq. Ana shu Jitel Mark qayerdan kelib qoldi? Bilmadim, o'zidan o'zi paydo bo'lib qoldi. G'alati. Hali surishtirib ko'rish kerak. Nima qilmoqchisan? Bilmasam, lekin menga u g'alati ko'rinyapti. Menimcha unda bir gap bor. Sen nima o'ylaysan? Yo'q, menimcha oddiy Jitel. Bilmasam, lekin mayli men hozir qog'oz qalam olib kelay. Okey. Xo'sh. Aks holda hozir mashg'ulotlar boshlanib qoldi. Xo'sh, qayerdan aylanib o'tsam bo'ladi? Mana bu yerdan mashg'ulotlar boshlanib qolishsa, hech kim yo'q, yaxshi. Mashg'ulotlarni boshlashsa, umuman mo'l olmayman. Xo'sh, askarlar o'tdi, hech kim yo'q, yaxshi. Askarlar menga indashmaydi. Assalomu alaykum janoblar. Va alaykum. Yaxshi. Xo'sh. Janob Jitel shunda bo'lsa kerak. Assalomu alaykum o'rtoq Jitel. Va alaykum, xush kelibsan. Nima bo'ldi? Meni eslaysizmi? O'tgan safar telefon bilan yordam bergandingiz. Esimda. Xullas, telefonni qaytarib olib keldim. Uni quvvatlashga yordam berishingiz kerak edi. Sizga xuddi o'shanchagidek to'layman. Mayli, bera qol. Mana va yana hozir pul ham. Undan tashqari sizdan qog'oz qalam so'ramoqchi edim. Uydagilarga xat yozaman degandim. Bu yerga shuning uchun ham kelishadi. Ajoyib. Unga ham to'lashim kerakmi? Yo'q, bu hammasi baza hisobida. Unda yaxshi. Xo'sh, menga mana telefoningizni olishingiz mumkin va qog'oz qalam bera qoling, xat yozaman. Yaxshi, ola qol. Katta rahmat. Mayli unda kechroq kelaman. Yaxshi. Do'stlar, ajoyib endi qaytaman. Xo'sh, mashg'ulotlar tezroq boshlasa edi. Qiziq, nima bo'larkin bugun? O'ylashimcha, juda ham zo'r bo'ladi, chunki shaxsan o'rtoq general o'zlari bizga dars o'tmoqchilar. Mayli, nima qilardik. Xo'sh, shu yerda kutib turaman qolganlarni. Bo'ldi. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman yigitlar. Hozir okoplardan mashq qilamiz. U yerdan juda ham tez o'tishingiz va 16 dona qora va ko'k qismlarni terishingiz kerak. Qora va ko'k. Shunaqangi jism bor. Katta tarafi ko'k, kichkina tarafi qora, uchburchak. Tushunarli. Ma'zur tuting o'rtoq general, xuddi shunday. Yaxshi. Lekin komandiringiz sizlarni rostdan bo'sh qo'yib yuboribdi. Bo'la qol, sen birinchi boshlaysan. Xuddi shunday o'rtoq general. Mana tayyorman. Bo'la qol. Omadir. Rahmat. Xo'sh. Shu yerdan boshlasam mumkinmi? Yo'q, bu tarafdan. Shu yerdanmi? Xo'p bo'ladi. 3, 2, 1. Olg'a. Xo'p bo'ladi. Yaxshi. Sekin. Ko'rdim. Mana nima ekan. 16 dona dedi. Xo'sh, ikkinchisi, lekin general menga umuman yoqmayapti. O'zimiz komandir yaxshi edilar. Xo'sh, yaxshi, lekin bu yerda komandir vaqtida umuman mashq qilmagan edik. Xo'sh, mana yaxshi. Yana bittasi, yana bitta. Xo'sh, 6. Yettinchisi, Jenursin juda ham tez edi. Mayli, hozir o'tib olish kerak. Boshqa ustida ham bittasi turibdi. Yaxshi. Xo'sh, bunisi ham olaman. Yana endi bunisi, yana qani. Yaxshi ko'ryapman. Balki tepaga chiqsam mumkin. Yo'q, menimcha chiqmagan ma'qul. Yoki axir chiqish yo'li bor. Balki chiqsam hech narsa qilmas. Jenursin qolib ketyapti. 13, 14. Yana 2 dona qoldi. Qayerda bo'lishi mumkin? Yaxshi. Hoy, u yerga chiqish mumkin emas. Okey, Jenursin. Xo'p bo'ladi deyish kerak edi. Mayli. Umid qilamanki eshitib qolmadi. Xo'sh, yaxshi. Oppa. Bo'ldi. Qani Jenursin topa olmayapman. Xo'sh. Yo'q, qayerda qolishi mumkin? Mana. Yaxshi, 15 va 16-chi. Yaxshi. Endi mag'lubiyatni tamomlaman deb o'tirgandim. O'rtoq general, mana hammasini olib keldim. Ajoyib. Endi bularni boshqaga topshirishing mumkin. Keyin natijalarni hisoblaymiz. Jamoadoshlaringdan birortasiga ber. Ular yashirib qo'yishadi. Keyin esa boshqalar qidirishadi. Tushundim. Unda kimga bersam ekan? Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Leo, yashirib qo'ya olasanmi? Axir sen oxirida turibsan. Shunda menimcha haqqoniroq bo'lardi. Mayli, farqi yo'q, bera qol. Yaxshi, mana 16 ta. Hammasini yaxshilab. Okey. Rostni aytsam, Leo, u darajada yaxshi yashir demagandim. Shunchalik yaxshi yashirganingdan Jenursin bizni hojatxonaga o'sha jo'natishdi. Ajoyib. Men qayerdan bilay, yaxshilab yashir deganingni yashirib tashladim-da. Mayli, bular ish bo'ldi. Xo'sh, aytgancha, Jenursin xat yozmoqchi edim. Agar ulgurmasam, menimcha ketib qoladi Jitel. Unda borishing mumkin, men hammasini o'zim eplayman. Rostdanmi? Albatta. Leo do'stim,
Katta rahmat, sendan minnatdorman. Albatta, faqat lattani tashlab ketdi. Qo'lim bilan yuvmayman-ku. To'g'ri, ikkovimizga bitta latta. Mayli, hozir Leoga topshirib ketaman va xat yozishga boraman, xo'sh. Leo faqat omad yor bo'lsin. Mayli, yaxshi. Bo'pti, Leo. Keta qol endi. Bo'ldi, bo'pti. Yana bir bora omad. Lekin Leoga hojatxonalardan berib ketganim yomon bo'ldi. Mayli, yoniga qaytaman yoki qaytmayman. Buni hali keyinroq hal qilaman. Avvaliga xat yozish kerak. Nimadan boshlashni ham bilmayapman. Salom, qadrdon oilam. Xuddi shunday boshlaymiz. Salom, qadrli oilam. Sizlarga bir narsani aytmoqchiman. Hatto qofiyasi ham kelishyapti. Xo'sh. Yozamiz. Salom, qadrli oilam. Sizlarga bir narsani aytmoqchiman. Armiyada juda ham uzoq qolaman. Sevimli o'g'lingizdir. Oxirimay qoldi, lekin mayli. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim shundaki, men bu yerda 10 yil qoladigan bo'ldim. Sizlarga og'irligim tushmaydi. Bu yerda qolaman. Vaqti bilan yiliga bir marta javob berishar ekan. Ana shunda yoningizga borib turaman. Boshqa gap yo'q. Hammasi yaxshi, qornim to'q. Bu yerda juda ham yaxshi ovqatlantirishadi. Do'stlar orttirib oldim. Harbiy topshiriqlarga chiqib turibmiz. Qo'poruvchilar bilan kurashib, bunisini yozmaganim ma'qul, chunki xavotir olishadi. Hammasi yaxshi. Bu yerda topshiriq yo'q, topshiriqlarni ham yozmayman. Mashg'ulotlar bilan shug'ullanyapmiz. Hammasi juda ham oson, mazza, xolos, xuddiki yozgi lagerdagidek. Yaxshi, bo'ldi. Menimcha shunchasi yetadi. Yangi do'stlar orttiryapman. Birini ismi Leo, ikkinchisi esa Vins. Leo juda ham xushmuomala va ko'ngli bo'sh yigit bo'lsa, Vins jahldor, qo'pol, lekin baribir ham yaxshi yigit. Men buni bilaman. Boya aytgandek, hammasi yaxshi. Mendan xavotir olmanglar. Yaqin orada qaytaman. Ya'ni yaqin 10 yil ichida. Mayli, sizlarni yaxshi ko'ruvchi Derb. Bo'ldi. Yaxshi, imzo qo'yaman va ajoyib. Xo'sh, qayerga olib borish manzilini yozaman. Yana adashtirib biror boshqa yerga olib borib qo'yishmassin. Bo'ldi, endi esa sevgan qizimga yozaman. Salom Julia, men Derbmanman. Menimcha buni bilsang kerak. O'ylayotgandirsan qayerga g'oyib bo'lib qoldi ekan deb. Men shunchaki armiyadaman va bilasanmi, bu yerda men 10 yilga qolaman. Biroz g'alati eshitilishi mumkin, ammo bu haqiqat va umid qilamanki meni kutsa. Agar kutmasang ham sendan xafa bo'lmayman, chunki tushunaman, 10 yil juda ham uzoq muddat, ammo baribir ham xursand bo'lgan bo'lardim. Va bo'ldi. Bu yerda hammasi yaxshi, mendan xavotir olma. Xo'sh, yaxshi. Yana nima haqida yozsam ekan? Bu yerda yaxshi boqishar ekan. Undan tashqari do'stlar orttirib oldim va xavotir olma, bu yerda hech qanaqangi qizlar yo'q, faqat yigitlar. Bari ajoyib kovboylar. Xo'sh. Bo'ldi. Endi topshirib kelsam bo'ladi. Umid qilamanki, o'rtoq Jijil ketib qolmagan. Agar ketib qolgan bo'lsa, buni topshira olmayman. Mayli, shuning uchun ham shoshishim kerak. Yaxshi, umid qilamanki, Leo bir o'zi hojatxonada qolib ketmagan va umid qilamanki, biror yerga tushib ham qolmagan. Xo'sh, jinurni yopish kerak. Bo'ldi, tezroq. Yaxshi. Menimcha hali ketmas kerak. Agar ketib qolsa, juda ham yomon bo'ladi. Askarlar ketib qolishibdi. Jinurson Jijil ishqilib ketib qolmagan bo'lsin-da. Mayli. Yo'q. O'rtoq Jijil. Assalomu alaykum, yana bir bor. Va alaykum, kelibsan-da. Endi ketmoqchi edim, seni kutib turgandim. Katta rahmat. Men sizga xat yozib bo'ldim. Manzillari ham yozilgan, qayerga jo'natishniki. Yaxshi, bugun ketishimda tashlab ketaman. Katta rahmat sizga. Mana telefoning. Yaxshi. Buni hoziroq yaxshisi yashirib qo'yaman. Mayli, sizga omad. Senga ham omad. Yaqin bir hafta ichida bo'lmaydi, shuning uchun quvvatingni teja. Katta rahmat aytganingiz uchun. Mayli, yana bir bor omad. Ajoyib. Yaxshi, endi qaytsam ham bo'ladi Leoni oldiga yoki qaytmasammikin. Menimcha Leo ishni bitirib bo'lgan bo'lsa ham kerak. Xo'sh, telefon joyida, yaxshi. Endi yana videolarga olishim mumkin va boshqa biror narsalar, lekin quvvatni tejash kerak. Yaqin bir hafta ichida kelmasa, janob Rachel juda ham yomon bo'ladi. Balki biror yo'lni o'ylab toparmiz. O'rtoq oshpaz ham yordam berar, ammo hamma kim bilsin, u biroz jahldor. Xo'sh, yaxshi, yetib keldim. Lekin bu yerda afsuski Leo yo'q ekan. Mayli, aytib o'tganimdek, bir o'zini tashlab ketmaganim ma'qul, shuning uchun ham hozir yoniga qaytaman.